Hammaga salom do'stlar. Men yana bugun aylangan keldim. Bugungi manzil Kreml Izmayilova. Adashtirmang, bu Kreml emas, bu Kreml Izmayilova. Bu joy 2003-yilda qurib boshlangan, 2007-yilgacha qurilgan. Bu eski qal'a yoki eski obida emas, bu yangi. To'g'ri, bu oldin bu yerda boshqa narsa bo'lgan, qanaqadir tarixiy obida. Keyin buni yangi qurishgan. Xuddi Magic City'ga o'xshaydi bizga o'xshash. Chiroyli joy, ichkarini ham kirib videolarni olaman. Juda chiroyli. Bu ichkarida muzeylar bor, hunarmandchilik, muzey velosiped, muzey non, muzey aroq, muzey avtomatlar, har xil narsalar bor. Albatta, muzeylarga kirish pullik. Men bu yerga oldin ham kelganman. Men kelgan vaqt sovuq edi. Bunaqa mehmonlar, turistlar juda kam edi. Hozir odamlar juda ko'p, kun issiq. Bugun 9-avgust. Kirib ko'ramiz. Bu kirish joyi. Kechqurun svetlar yonadi. Yanada menimcha yarqiroq, yanada chiroyliroq bo'lsa kerak, lekin kunduzi ham juda chiroyli. Ichkariga kirib ko'ramiz. Hozir qanaqadir festival yoki qanaqadir bayramlar bo'layotganga o'xshaydi, chunki muzika bo'layapti. Men noyabrda keluvdim o'tgan yili. Sovuq edi, lekin sovuq bo'lgan sababli odamlar juda kam edi. Bir o'zim, ikkita, uchta qanaqadir odamlar, klientlar juda kam edi. Hozir odamlar ko'p, qiziq. Men uchun ham boshqatdan kashf etish. Kirib ko'ramiz ichkariga. Bu tomonda kiyimlar ochilibdi. Hamma narsa, magazinlar ochilibdi. Oldin magazinlar yopiq edi. Bu yerda o'yinchoq rossiyskiy kattasi. Rasmga tushish mumkin. Bu tomonda pushkalar. Qani. Rasmga tushish mumkin. Bu yerda qanaqadir kompot pishiryapti. Bayram bo'layapti, короче. Birga kirdim. Ichkari unchalik katta emas. Bu yer tashqaridan katta ko'ringan bilan ichkarisi unchalik katta emas. O'zimizni Toshkentdagi Magic City'da unchalik katta emas. Ko'pincha yog'ochlardan ishlangan. Bu tomonda marmardan ham ishlangan ekan. Bu tomonda qanaqadir nimalar, qulflar befarosatlar olib ketgan. Buni baxtli bo'lamiz deb, lekin erisha olmaydi. Bu yerda o'yin bo'lyapti qanaqadir shariklarda. Nechtadir sharik deyorsang, padarik bor senga. Bu yerda muzey bor ekan, Aruja muzey. Mana. Ichkariga kirib ko'rish mumkin. Arujalarni. Men kirmasam kerak, chunki kirish bu yerlarda juda qimmat turadi muzeylarga kirish. Ne stoyt. Asosan bu yerga odamlar dam olgan keladi. Bugun shanba, odamlar ko'p. Bu yerda bemalol kuxnya bor har joylarda. Suvlar otilib turibdi mana. Oshxona, kafelarda bu yerda shashlik yeyish mumkin. Ko'pincha odamlar mazza qilib dam olib, rasmga tushishga keladi desam bo'ladi. Chunki bu yerda juda chiroyli joylar juda ko'p. Bu yoqdan yuqoriga ko'tarib, bu yoqda bozor bor. Keyin chiqamiz. Rasmga tushyapti. Bu 2003-yilda qurilgan bo'lsa ham, lekin zamonaviy qilib emas. Rossiyani eski arxitekturasini bilan yangisini mujassamlashtirib qo'ygan. Masalan, mana bu yog'ochdan bo'lsa, bunisi g'ishtdanmi, shunaqa marmardan. Har xil. Bu yerda ichkarida kafe bor. Hamma narsa pishiriladi. Shashlik, sosiska, kolbasa, makkay bor ekan. Kukuruz. Lekin bu yerda ko'pincha bor, tovuq go'sht, baliq bor, lekin cho'chqa ham birga pishiriladi, svinina. Shuning uchun bu yerdan yeyishni hojati yo'q. Chunki svinina pishgan joydan olib yeyishda ham foydasi ham yo'q. Bu yerda rohibba deyman, nima bu? Rohibba. Tomosha qilsa zo'r joy. Asosan rasm tushishga yaxshi joy mana muzey. Qanaqa bu? Nima degan? Dom Kremlyovskiy. Rossiyskiy. Bu yerda metallический muzey.
Hunarmandlar bo'ladi-ku, shuni temirchi. Bu yerda hamma narsa temirdan ishlangan. Hozir mana temirda ishlabdi. Temirda yirtib, temirdan yasaydi. Odamlar tomosha qilyapti temirda. Birat ko'mirda ishlayapti. Hozir birat mana fruktilar sotiladi. Tarvuz, o'rik, gilos, qovun. Lekin eskirib qolganga o'xshaydi bular. Yangi emas aniq. Hozir aka o'z ishini boshlaydi hozir. Kuznitsa. Mana ikkinchi etajda yog'ochdan ishlangan narsalar bor ekan, magazin. Tomonda Qo'llar reklama qilyapti, suvlar. Yoqda nima ham bor, charx palak ham bor. Yoqqa chiqib ko'rsa ham bo'ladi. Bu tomonga ham o'tib ko'raman. Temirda isitdi, endi bu bilan temirda hozir nimadir yasamoqchi. Ko'ramiz. Buni ostida qandaydir charx palagi bor. Charx palakni aylantirsa, yuqoriga shamol haydayapti. Shamol haydaganligi sababli ko'mir yaxshi yonyapti, temirda isityapti. Keyin shu temirdan mana shu narsalar yasaydi. Oxirgacha syomka qilib o'tirmayman, chunki vaqt ko'p ketadi. Opa hozir ishni boshlaydi, opa temirda nimadir yasamoqchi bo'lyapti. Osanmikan videoga? Ketdim, qiziq emas. Bu yoqda limonadlar bor ekan. Limonadlar lekin nerealniy narxda. Bu tomonda aroq muzeyi bor. Mana muzey vodka. 365 xilga yaqin aroqlar tatib ko'rish mumkin. Kirish qanchadir so'mma, masalan 500 rubl, ichkariga kirib degustatsiya qilib ko'rish yana shuncha so'mma. Bu tomonda tualet, свечное мастерство. Bu menimcha qo'l mehnati qandaydir. Bu yerda kirib ko'rsak bo'laydi. Class. Menimcha qo'pol men bilan qanaqa narsachalar bor ekan. 500 rubl. Qo'l bilan teginmang deb yozib qo'yibdi. Teginmaymiz. Rukami не трогать. Chiqamiz bu yerdan. Bu ichkari qismi yopiq. Bu tomonda chiqish mumkin. Pajarni menimcha chiqish bu yerda, vexit orqa tomonda yana baraxolkalar ham bor ekan. Bu yerda Robert Morojniy bor. Привет, девушка. Qandaydir morojniy belgilaysiz, to'lovni bu yerga qilasiz. Keyin bu morojniyni yasab, hamma narsani cho'tka qilib bu yerga olib keladi. Siz morojniyni olasiz. Lekin morojniy 300 rubl ekan. Tashqariga chiqsam ko'chada 300 rublga 4 ta morojniy olaman. Bu yerda endi obidalar bo'lgani uchun narx qimmat. O'zimizda ham qimmat-ku, masalan, Registon, qandaydir obidalarga, Magic City'ga Luboy borsa narx qimmat bo'ladi-ku. Shundaydi. Ko'rinish. Turistlar ko'p o'tiribdi. Kitayliklar bor, arablar bor, bu yerda oshxona bor. Bu nima deb so'rashlaringiz mumkin. Men ham birinchi marta kelganimni bilmadim. Keyin kelib bilsam, bu pajarniy birinchi apparat ekan, mashina. Bu kachat qiladi. Hozir 15 ga qo'yaman. Kachat qilgandan keyin suv haydaydi. Mana bu yerda truba yo'llanadi. Qo'l bilan teginma deb yozib qo'yibdi. Kachat qilgandan keyin suv haydab, suvni o'chiradi birinchi nima? Yong'inni. Bu tomonda mashina nima qilyapti? Biratan nima qilyapti? Bu tarixiy binoning tepalari, yuqorilar. Uncha katta emas, lekin chiroyli, mazza qilib rasmga tushsa bo'ladi, aylanish mumkin. Ko'rish oqilib yuribdi. Kamsamida
shoxlar qo'yib qo'yibdi, nimadir muzeylar bor yuqorida. Qo'lim og'rib ketyapti. To'g'risi selfi tayoqchamni olib olishim kerak ekan. Nerdan nima bular? Sipochka qilaman menimcha. Sipochka. Bu yerda velik bor ekan, qanaqadir. Velik. Shashlik pishiryapti, shashlik hidi sasyapti. Tezroq qochish kerak bu yerda. Bu yerda shashlikni bosyapti ekan. Hozir orqa tomondagi baraxolkaga o'tamiz, magazinga. Bu yerda foto zona bor. Bu yerga pul to'laysiz, o'zingiz yoqqa borib turasiz, sizni rasmga tushiradi. Bu yerda pushkalar. Bu o'yinchoq rossiyskiy. Baraxolkaga keldim yana, o'ng tomondagisi. Boya u tomondan aylanib keldim. Endi bu o'ng tomon. Bu yerda ham zo'r chiroyli ertaklardagidek yasab qo'yibdi. Tipalar. Nima bo'ldi? Kafe. Eski narsalar sotiladi bu yerda. Yuqoriga ham chiqish mumkin ekan. Chiqib ko'ramiz. Ничего можно. Nima yeyman bu? Chiqib xiram-piram bo'lib ichga kirib ketmasam bo'ldi. Yuqoridan ko'ramiz hozir. Yuqorida baraxolkalar. Foto zona bor ekan bu yerda. Yuqoridan ko'rinishi zdaniyalardi. Baraxolkalar bor. Boya men bu tomondan kirib keldim, bu tomonda aylandim, bu tomonda endi hozir baraxolkalarga o'tib ko'ramiz. Yuqorida yaxshi videoga ololmadim, sababi orqada bitta o'yinlar rasmga tushyapti ekan. Mishayt qilmadim. Nima qilaman? Men rasmga tushmasam baribir. Bu yerda narsalar, qo'shimchalar bor ekan, bronzadan ishlangan maskilar. Oyoq kiyimlar bor ekan. Bu nimadan ishlangan ekan bu? Shishadan ishlanganmi bular? Yumshoqchalar. Shishalar bor ekan. Kimdir yig'ishtiryapti, kimdir sotyapti. Lekin ko'p sotuvchilar shu yosh katta ayollar. Babushkalar. Ular shu ermak qilib, sotib o'tiradi menimcha. Pensiyasi bo'lsa kerak. Kimnidir farzand tashab ketgan, kimgadir qaraydi. Biznesda. Mana o'yinchoqcha. Chi. Здание. Yoqdan pastga tushsa bo'laydi. Buncha gitaralar bor edi. Hozir yoqdan ham pastga tushib ko'ramiz. Bu yoqda charxpalak. Bunga ham chiqib ko'rish kerak. Bilmadim narxi qancha. Agar narxi yaxshi bo'lsa chiqib ko'ramiz. Qimmat bo'lsa men chiqmayman lekin. Dedilar kağıtlar sotib berdi. Kuluch. Bu yerda mant qozon, o'yinchoqchalar bor ekan. Oyoq kiyim bor ekan. Bronzovый. Bu bozorda yurdim, bir 15-20 minut tomosha qildim. Shuni tushundim o'zim. Ko'p sotuvchilar bu yerdan pul ishlab bir foyda olish uchun kelmagan. Endi sotadi, haqiqatan kelgan yarasha sotadi. Kimdir masalan bitta, ikkita sotishi mumkin yoki ko'p narsalar sotishi mumkin. Har xil odamga qarab. Lekin ular asosan shu odamlar bir-biri bilan shu yosh katta odamlar gaplashish, vaqtini o'tkazish uchun keladi. Menimcha shunday deb o'ylayman. Chunki e'tibor berdim-da. Hammasi bir-biri bilan gaplashib,
nima qilib o'tiribdi-da? Nima desa bo'lar? Vaqt o'tkazib. Xuddi shunday qilib o'tiribdi. Pastga tushdim, короче. Pastda ham mana shunaqa narsalar bor. Rossiyskiy o'yinchoqlar sotadi. Shunaqa narsalar. Zo'r. O'tgan safar kelganimda hech kim yo'q edi. Bo'lma, muzikantlar bor. Bayram. Taxtalar, yog'ochdan ishlangan narsalar, har xil narsalar bor. Bunda оружие narsalar sotilgan. Qo'y. Turistlar ham ko'p. Arablar, Eronmi endi bilmayman. Ko'p qora gaplashishlardan arablarga o'xshadi. Bu yerda qishki paltolar. Bu yerda o'yinchoqlar. Bu yoqda ham bozor ketgan, dashi. Bu yoqda ham bozor, bu yoqda ham bozor. Qayerga borishni bilmayman. Men shu yuqorida yaxshi смотрящий площадка bor. Yuqoriga chiqsa, bu orqa tomon zo'r ko'rinadi. Osh tomonga chiqib ko'ramiz. Tepaga chiqyapmiz, shamol ekan yuqori. Смотрящий площадка. Bu tomonlarda gilamlar sotilgan. Sopol idishlar. Reklama bo'lib ketyapti ya. Bu tomonda odam kam ekan. O'yinchoqlar bor ekan. O'yinchoqlar po 50 rubl ekan. 50 rubldan ekan. Har xil o'yinchoq kitob, gullar. Bu bit. Hozir pastga ham tushib ko'ramiz, u tomonda ichkarida sotayotgan narsalar bor. Shu bilikda ham sotadi-ku bular. Bu yerda bosh kiyimlar bor ekan sotadi. Bosh kiyim bunaqadir, mo'yna qanaqadir. Tulkini terisi bilmayman. Bu yoqda bo'ri bor ekan, tulki. Haqiqiy bo'lsa. Bilaman bu haqiqiy emas. Похоже. Suniga o'xshar. Xitoy yog'och bo'l ekan. Xohlasang o'zing kraska qo'yib olasan. Bu yoqda kiyimlar. Bu yoqda yog'ochdan ishlangan tarelkalar. Har xil monetkalar, o'yinchoqchalar. Jenferlar. Специальный. Российский зимний. Troshki matryoshka degan mana shu o'yinchoqchalar bo'lsa kerak. Bular zo'r ishlangan ekan. Lekin o'tgan safar kelganimda bu yerdagi bozor ishlayapti. Hammasi emasdi. Ko'p ishlayapti qishda ham. Hozir hammasi ishlayapti ekan. Я говорю, а что обсуждать надо даже? Matryoshka, bolachalar. Каждый раз одно и то же говорит, что она же... Kichkina bo'lib ketgan. Ну, получается так. Shu medved. Bu yoqda qo'l mehnati. Ayiqchalar ham zo'r ekan.
Короче, hozir Urgutlik akalar ko'rib qoldim-da, Urgutdanmas, shu o'zbek akalar o'zbekcha gapiryapti ekan. Salomlashdim-da, ketyapti. Salomlashdim ular bilan. Qayerdansizlar dedim, Samarqanddan. Samarqand qayerdan sizlar desam, Urgutdanmiz dedi. Mana rossiyskiy kiyimlar bor ekan. Kiyimchalar bor ekan. Zo'r ekan. Короче, qayerdansizlar desam, Samarqanddan dedi. Samarqand qayerdan desa, Urgutdan. Men Pazdarg'omdanman dedi. Ha, yaxshi, zo'r dedi. Xafa bo'lmaysizlarmi, rozi bo'lasizlarmi? Men videoga olsam sizlarni dedim-da. Yo'q, dedi bizlar dedi. Internetga chiqib ketsak, bizlar dedi. Mashhur bo'lib ketsak dedi, bo'lmaydi dedi. To'g'ri narsa dedi. Ha, mayli dedi. So'radim, bu narsani nima qilasizlar? Kelganmisizlar dedim. Ha, oldin ham keluvdik, yana bir aylanib keldik, aylanishga dedi. Sizlarda ishlagani ketdi deb o'ylasak, sizlar aylanib yuribsizlar deb odamlar gapiradi dedi. Gapirsa gapiraversin dedim. Ishdan chiqib aylanyapsiz va hech kim hech narsa qilmaydi desam. Yo'q dedi. Kerak emas dedi. Unda o'yinchoqlar narxini yozgan ekan. Bu o'yinchoqlar 1500, 500, 700 rubl ekan, 300. Bu yerda har xil bor ekan. O'yinchoqlar. Bu yerda ham rasmlar, ko'ylaklar, ro'mollar bor ekan. Bu kirish. Men boya bu tomondan kirmadim-dagina. Spesialni u tomondan kirdim. Bosh videom boshlanishda. Bu yerda taksilar turadi. Taksi. Kim chet ellik bo'lsa, taksi zakaz qilishni bilmasa, shayga kelib turib, taksi zakaz qilib ketish mumkin. Lekin bu yerda o'z Rossiyada Yandex rivojlangan. Bemalol ketish mumkin. Yoki masalan bir 8 metr yursa, metro chiqadi. Partizanskiy. Chiroyli metro. Bemalol Moskvada metroda o'tib, butun Moskvani aylanib chiqish mumkin. Har xil tarixiy obidalarga borish mumkin metroda. Park Izmailova tarixiy binosiga kirdim. Endi u tomondan chiqib Izmailova parkiga keldim. Lekin shu kelayotganda bir 15-20 minutlik video oldim. Xuddi mana shunaqada. Men mikrofonimni qo'shish esimdan chiqib ketibdi. Hamma olgan videolarim ovozsiz yozilib qolibdi. Endi boshqatdan mikrofonimni qo'shib olyapman. Hozir men oldinga ketyapman. Bu tomonda suv bor. Suvga kirib tomosha qilamiz. Suvga kirmaymiz. Shunaqa fontanlar bo'lishi mumkin. Kartada suv ko'rsatyapti. Bu yerda qanaqadir bino, menimcha qanaqadir moskovskiy o'yinlarmi bilmayman. Daraxtlar ekishmi nimadir yozib qo'yibdi. Bu park katta. Bemalol aylanish mumkin, aktivniy прогулка qilish mumkin. Orqada attraksionlar bor ekan uchish uchun. Zo'r park, toza havo. Telefonda bir 20 minutlar yozdim. Qo'lim og'rib ketdi, o'z o'ng qo'lim, chap qo'limni oldim kamerani. Zo'r. Hozir bu tomonda menimcha suv bor. Men ham birinchi marta bu parkda kirganman. Daraxtlar ko'p, toza havo. Ob-havo ham juda salqin. Futbolkada yursa sovuqda odam salsa. Bu yaxshi. Hozir suvga boryapmiz. Suvni ko'ramiz. Suvga ketayotganda qisqa yo'l bor ekan. Hamma odamlar ketyapti. Hatto odam o'rmonda ichidagidek his qiladi o'zini. Daraxtlar ko'p, o'z yerda yo'laklar ham bor. Lekin xuddi o'rmonning ichida ketayotganday tasavvur qiladi. Hamma joy daraxtlar. Daraxtlar unchalik his kelmagan-ku. Lekin kislorodga juda boy. Baribir yashillik yaxshi odamga, toza havo. Shahardan baribir shaharda tovushi kelib turibdi ovozi, shovqini mashinalarda. Где-то bir 500 metr raznitsada mashinalar o'tyapti va shovqin keladi. Bu tomonda ham daraxtlar. Pashti kelib qoldim. Kartada 20 minut deb ko'rsatgan ekan, men kartadan sal
Karta ko'rsatgan yo'ldan emas, sal chetroqdan kelib keldim. Bir 25 minutlar yurdim. Bu yerda ham daraxtlar ko'p ekan. Kimdir kuchugi bilan o'tiribdi. Kimdir o'zi aylanyapti. Adashmasam mana shu tomonda suv. Bu yoqda plashatkalar bor ekan. Sportivniy plashatkalar bor ekan. Bu yoqda gullar bor ekan. Gullar oldidan ham o'taylik bir. Gullar foridan bir nafas olib o'tib ketaylik. Boya gullar oldidan o'tdim, buni syomka qildim. Lekin ovozi yo'q. Hozir endi bu boshqa gullar. Chiroyli joy ekan bu yerda. Babushkalar o'tiribdi. So'ragan. Gullar dikilyapmiz, guppillar. Chiroyli. Bu tomondan ketsakmi, bu tomondan ketamiz. Zo'r joy ekan. Kitob o'qish uchun, toza havoda nafas olish uchun, shaharda shovqindan tashqariga chiqish uchun kelsa yaxshi. Suvni topsak bo'ldi endi. Suv bor deb bilmayman bu yerda. Suv cho'milayotgan joymi deyman-da bu yer. Odamlar yotibdi. Plyaj bormi bilmayman. Ha, odamlar prosta tag yotibdi quyoshda menimcha. Kimdir salafan kiyib olganmi bilmayman. Suvni oldiga keldim. Cho'milsa mumkin emas menimcha, lekin kemalar suzib yuribdi. Kemalarni pulga arendaga olish mumkin. Adashmasam u tomondan bersa kerak. Kimdir baliq tutyapti, kimdir suvni oldida prosta tak o'tiribdi. Kimdir zagir olib yotibdi. O'rtada kichkina ostrovcha bor, o'rmonlar, daraxtlardan tashkil topgan. Bu tomonda kemalar aylanib yuribdi. Bu yoqda ikkita o'rdakcha ham bor ekan. Bu yoqda letniy konsert bo'ladigan joy, odamlar. Yaxshi. Tabiati zo'r joy ekan. Bu yerda baliq ham bo'lishi kerak. Birat baliq tutib yotibdi-ku mana. Kimdir aylanib yuribdi kemada. Bu yoqda kafelar ham bor ekan, o'tirib ovqatlanadigan, buncha shashlik va narsalar pishirib yeyish bo'lsa kerak. Piknik qiladigan joylar ham bor ekan. Bu yerda o'tirib oilaviy ovqatlanyapti. Kimdir samokatda yuribdi. Yaxshi joy. Kelib turib dasturxon qilib ovqatlanib, maza qilib aylanib ketsa bo'ladigan joy ekan. Chiroyli. Bu yoqda syomka qilyapti, TikTokni bilmayman endi buni. Bu yoqda deb turib beraman. Hoziroq suvga qarab turdim. Bu qushlar menga nimadir ovqat berami deb keldim bu yergacha. Keyin qaytib ketdi. Sumkamda hech narsa yo'q, suv bor faqat. Bu yoqda korum sotilar ekan. Qanchadir summaga olib turib, o'rdaklar ovqatlantirish mumkin. Mana opa oldi o'zi. Tashadi, lekin o'rdaklar ko'rmadi uni. Uzoqroqqa berish kerak buni opa. Ana. Ko'rdi endi kelar hozir. Bular bekarga bu yerda yig'ilib olgani yo'q, chunki biladi, что odamlar yoqdan ko'rim sotib, bular ovqatlantiradi. Qorni to'qmi bular kelmayapti. Yo'q, ko'rmayapti. Bolachalar. Tushib ketmasin. Tushib ketma bolajon. Bolacha sihatda bergan. Tashayapti lekin qorni to'qmi bular bechoralar. Opa vahima qilib ko'rim sotib olib berdi, lekin bular olmayapti, yemayapti-da, qaramayapti.
qiziqmasdi. Undan ko'ra uni kattalarga bersa, shular yeydi ular. Bechoralar shu yerda yuribdi. Ovqat izlab yuribdi ular. Yurishiga qarang. Ochishki. Kaptarga berdi, yeb yapti. Suvni oldidan ketdim. Hamma aylanib yuribdi. Kimdir oilasi bilan, kimdir do'sti bilan, kimdir o'zi menga o'xshab. Bu yoqda park bor ekan. Kroxa degan bolalar park, attraksion. Hamma xursand. Kimdir velikda yuribdi. Kimdir o'tiribdi, telefon ko'rib, kimdir kitob o'qiyapti. Kimdir mana do'stlari bilan yuribdi. Bu yoqda park. Bu tomonda kelishimda ham park bor edi. Bu yerda ham bor ekan. Ikkita ekan. Bu yerga skameykalar qilib qo'yibdi. Kechqurun yana ham chiroyli bo'lsa kerak, chunki svetlar ko'p. Shu ketgan, oxirigacha ketgan bu tomon yo'lak. Shu menimcha metroga olib borsa kerak, mana shu yo'lga to'g'ri ketsam. Boya men adashib ketib, u tomondan ketdim. Bu tomondan aylanib to'g'ri yo'lda uzoq qilib ketdim. Endi menimcha mana shu yo'ldan ketaman. Metroga borsam kerak. Mana yo'ldan o'tdim. Tomonda suv bor edi. Suvdan o'tgandan keyin bu yoqda yo'lak bor ekan. Bu yerda odamlar yurish uchun, yugurish uchun. Bu tomonda velodorojka, birinchisi ketish, ikkinchisi qaytish. Bunisi chang'ida yuradi-ku, qishda qor yoqqanda qo'li bilan yuradigan yo'lak. Zo'r sharoit qo'yibdi. Daraxtlar. Bu stolbalarda kolonkalar turibdi, muzika o'ynayapti. Bitta o'yinlar. Bu yoqda bog'. Hamma aylanib yuribdi. Bu yoqda kimdir sport bilan shug'ullanyapti. Havosi lekin juda zo'r, top. Bitta velik. Umuman olganda Rossiya, agar siz Rossiya fuqarosimisiz yoki O'zbekistonlikmi, boshqa davlatlikmi, Rossiyaga kelib turib, ishlab, ishdan keyin, masalan, shanba kuni dam olib, oila bilan chiqib aylanadigan joy juda ko'p. Imенно Moskvada juda ko'p. Hammasiga borishga qiziqaman, lekin men ham ishlayman, ishdan keyin ko'pincha chiqaman. Bugun ham ishimni ertaroq tugatdim, ertaroq chiqib vaqt topdim. Ko'p pul ketmaydi aylanishga, masalan, metroga bir o'tirish 80 rubl bo'lsa, qaytish 80 rubl. 160 rubl. Umuman pul qancha katta pul emas. Zo'r. Shunaqa vaqt ajratib aylanadigan bo'lsa, bemalol yaxshi dam olish mumkin. Shuni aytmoqchi edim. Video menimcha yakuniga yetib qoldi. Hammaga rahmat. To'liq ko'rsatilmadim, lekin chunki men bu yerda lokatsiyasini to'liq bilmayman. Shuning uchun rahmat hammaga.